Tushda qalam ko'rishning ta'birlari. Tushda qalam ko'rish tush ko'rgan kishining darajasi yuqorilashishi, martabasi oshishidan dalolatdir. Ko'p qalam ko'rgan kishining farzandlari va boyligi ko'p bo'ladi. Qalamdon ko'rish badavlatlik, ulug'lik, obro' e'tibor deb ta'bir qilinadi. Bunday tush davlatmand ayol bilan turmush qurishga ishora bo'lishi ham mumkin. Siyoh va qalam ko'rish oilada o'g'il tug'ilishidan nishonadir. Tushdagi qalam saxiylik va ezgulikdir. Shuningdek, dushmandan ustun kelish alomati ham. Agar tushida qalam topib olsa yoki kimdir unga bersa, ilm topishiga, ishlari yaxshi bo'lishiga va murodiga yetishiga dalildir. Agar tushida qalam bilan biror narsa yozganini ko'rsa va yozgan narsa yaxshilikni bildiruvchi bo'lsa, yaxshilikka dalildir. Agar yomon narsa yozilgan bo'lsa, yomon holatga dalildir. Agar tushida qalam bilan yozganini ko'rsa, safardagi g'oyibi tez qaytishiga dalildir. Kirmoniy aytadiki, kimki tushida qalam bilan qo'liga yozilganini ko'rsa, u ahli ilmdan bo'lsa, ulamo va fuzalolar bilan suhbatdosh bo'lishiga dalildir. Agar tushida qalam bilan biror narsa yozganini va o'qiganini ko'rsa, uning o'limiga ishora qiladi. Alloh taolo aytadi: "Kitobni o'qing. Bugun o'z shaxsining o'zingga qarshi yetarli hisobchidir." Isro surasi 14-oyat. Biroq yozgani ahli sunnat va jamoatning kitobiga muvofiq bo'lsa, obro' va e'tibor topishiga dalildir. Tushdagi qo'lidagi qalamni sinib qolganini ko'rsa, agar olim bo'lsa, hurmati kam bo'lishi va ishdan ravnaq ketishiga dalildir. Agar tushida singan qalam bilan yozayotganini ko'rsa, yozgani chorporlar va parrandalar borasida bo'lsa, bu narsa o'sha odamlarning tabiatidagi surat va siyratiga dalil bo'ladi. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi qalam 7 narsani bildiradi: hikmatni, farmonni, ilmni, ogohlikni, hokimlikni, ishlarning to'g'ri bo'lishini, murodi maqsadga yetishishni. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.